Dangasalikni yengishda oson yo'li o'sha kichkina qadamlardan boshlash. Birdaniga 15-20 minut shug'ullanib ololmaysiz. Birdaniga 1 soat kitob o'qib ololmaysiz. Yoki birdaniga qaysidir mahsulotdan voz kecholmaysiz. Yoki birdaniga intizomni shakllantira ololmaysiz. Shuning uchun har bitta qo'ygan maqsadimga, har bitta qo'ygan rejamga juda kichkina qadamlar bilan harakat qilishni boshladim. O'zi oldin ham aytganman, o'zi rosa dangasa inson bo'lganman. Shu dangasani yengishda kichkina qadamlarga amal qildim. Har bitta amalni, har bitta rejani kichik qadamlardan boshladim. Masalan, badan tarbiyani olaylik. Badan tarbiyani 1 minutdan, 2 minutdan shug'ullanishni boshladim. Oddiy elementlar bilan boshladim. Hozir bolli murakkabroq elementlar qilaman va ko'proq shug'ullanaman. 10 minut shug'ullanaman, 15 minut, ba'zida 20 minut, yarim soat ham shug'ullanadigan vaqtlarim bo'ladi.